Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizga ma'lum, farzand tarbiyasi ham mashaqqatli, ham mas'uliyatli ishlardan hisoblanadi. Har bir ota-ona o'zini farzandini yaxshi tarbiyalangan, go'zal odobli, diyonatli bo'lishligiga harakat qiladi. Lekin bugungi kunimizda globallashuv davrida, shu bilan birgalikda axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan aslida tarbiya uchun bir ko'makchi bo'lishi kerak bo'lgan texnologiyalar bugungi kunda har xil mafkuralarni, har xil musulmonga to'g'ri kelmaydigan ba'zi bir illatlarni xonadonlarimizga kirib kelishligi uchun xizmat qiladigan holatga kelib qoldi. Shu nuqtai nazardan albatta ota-onalarning mas'uliyati ham bu borada ko'paydi, chunki farzandlarimizni qo'lida uyimizda turgan ana shu jihozlar orqali bu ma'lumotlar bemalol ularni iste'molida, ulardagi axborotlarni olish imkoniyatini yaratdi. Albatta man qilish bu bir yechim emas. Bu butun dunyo bo'yicha hayot tarziga aylangan holatda uni nazorat qilishlikka va undan to'g'ri foydalanishlikka farzandlarimizga ta'lim tarbiya berishligimiz eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Bugun taqdimot qilinayotgan Sara nomli ilovamiz ham yosh yigitlarimiz, farzand tarbiyasiga befarq bo'lmagan ukalarimizni, butun ota-onalarni bir tashvishini o'zlari ham ota-ona bo'lganliklari uchun o'zlarini dardlari sifatida qabul qilib, mana shu yo'lda bir yangi loyihaga asos solib harakat qilishibdi. Shuni taqdimoti asnosida siz bilan yuz ko'rishib turibmiz. Alloh taolo bu taqdimotni xayrli, barakotli qilsin. Yigitlarimiz asosan odob axloqqa, diyonatga targ'ib qiladigan, bugungi kunda yoshlarimizni hayotini ajralmas qismi bo'lgan multfilm deymiz, chizgi filmlarni saralab, nazorat qilib, farzandlarimizga taqdim qilish borasidagi ishlarimizni yengillashtiradigan bir ilovani Allohning fazli bilan, ixloslari va mehnatlari bilan ro'yobga chiqarishibdi. Inshaalloh hammamiz uchun manfaatli bo'ladi degan umidimiz bor. Mana shu sohada g'ami bor, mana shu sohaga hissa qo'shamiz degan azizlarimizga bu ilovani qo'llab-quvvatlashlik, shu bilan birgalikda hamkorlik niyatlari bo'ladigan bo'lsa, ilova asoschilari, ilovani ustida xizmat qilib turgan yigitlar bilan tezda aloqaga chiqib, bu xayrli, barakali ishda hamkor bo'lishliklariga ham chaqirib qolamiz. Alloh taolo manfaatini ziyoda qilsin. Bu yigitlarimiz, ilovani egalari o'ylagandan ham go'zal bir xizmatlarni qilishlikni hammamizga muvaffaq qilsin, xususan ularga. Bu ishlarni savobini sadaqai joriya bo'lib, oxiratlariga zaxira bo'lmoqligini Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Alloh hammalarimizga farzandi zurriyotlarimizni go'zal ta'lim tarbiya berib, ummatni qatoriga munosib bir inson qilib qo'shishlikni hammamizga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.